Banga 10 kg 10 jini qo'yib, 10 kg bo'z dopanjay, bo'lmasa kovjay. Ben bo'lmasa jomaji degan narsani bashqarsa uni olay. Bilak ish olsanda qat'iy olmayman dedim. O'zim noyt issiq yurtnincha turpan, paxlg'ishdan ichiga usurayotganda liya o'cham, hamma odam shundoq issiq yurgan bilan lekin mahali salqin muzda yurayman-chu. Amdiylikqa men o'zim yug'on bo'lgan keyin kichik vaqtimda bu shundoq o'riq edim. Turibli bir yiqil ketib, chibog'ning ustida o'tirib oldim-mi, o'ynab samay ketib qoldim-chu. Burun mayliqi bozorlar kiyimlarga kelsam, mujboldak o'riq edim men burun. Kiyimni o'zim tanlab turib kiydigan. Hozir kiyim men tanlaydan bu qoldi. Hozir bir kiyim sotaya kirsam, menga keldigan kiyim bomil demoqchi. Eng cho'ng qaysi shu? Oqhulamda, kuykulamda, qizilulamda kiyimlar bilan kelgan qo'yishtabchi. Burun o'zim tanlab meni kiysam bo'ladimi, oni kiysam bo'ladimi deydigan. Angizaq mening bir eski qo'yim qanday desa, mushuylik jingi tushkim kelmaydi meningchi. Jingi tushni xolmayman. Yo'q odam jingi tushni xolmaydi kecha. Shunga men o'ydigilar jingi salamay, oxirmay otam bir kun mashina haydab kelibdi. Kep mashinaga tushdim, udul go'ban qo'ydik. Go'ban qo'yib, bu qanaqa ketdi ata desam, men mashina quruq vaqtida jinglab oldim. Amnisini go'banga sinsab basam, sen eg'irliging chiqdi ekan. Shuning bilan endi iliqib mamma bakadim baka qildigan ish yo'q, yomon yurib ketdim. Shuning bilan biraz savdo qilsam momdo deganda gaplar bo'ldi. Bizning shu kuchoqda kapta azanka deb kuchoq bilan bir aloqalashdim. Kuchoq aloqalashib bir og'ayning telefon nomerini topdim. U odamga telefon urdim. Telefon bey, atayishmoqana ahvolingiz men Turpandan kapta olmoqchi desam, u kapta bor. Deyinki men so'radim, "Mushu tirik kaptani jup qancha votdi?" desam, 44 koy deb. Ona bo'lsa uyliklarning qancha votdi desam, uyliklarning 36 koy deb. Amsa o'zi uy qolganlar qancha votdi desam, telefonni qo'yib qo'yapman. Men deganim xatomi? O'zi uy qolganlar dedim-da, ana qiziqchilikda. Shu ishlar bo'ldi. Yana men xizmat izlab yurib oxirimi shu. Men bir akam bor, hayvonotlar bag'ishlachi deb akam. Shuni ol bu akamga aloqalashdim, turib ko'to'lik ketdi bu akamiz. Qanaq ko'to'lik ketdi aka desam, mamma burun hayvonotlar bag'ishini ochgan vaqtimda hech qanday kirim qilamabdi-ku. Nurg'un hayvonotlarni akapti, qilchilik bir kirim yo'q. Shuning bilan bir kuni hayvonotlar bag'ishida butun haqsiz qilib bitdi. Haqsiz qilayotgandan keyin on ichiga adam tush ketdi. Shu munosabat bilan endi bo'ldi deb shuni yo'lbosini qo'yib berib darvozani taqabdi. Endi chiqish bildi 200 koy debdi. Shuning bilan oyada kunni yaxshi tutdi. Endi tunugun kunlikda men bu faoliyatga kech qolmay deb shuni oldirib keldim. Oldirib kelib shu Jijang taraf tursam bir telefon keldi. Endi hozir nurg'un telefonlar kelib odamni avar qilyotdi. Yaniki bu yaniki deb shuni telefonni olsam, "Vay" desam, "Sizga bizning 5 yulduzlik olib o'tgansiz" deb. Men chaqchaq qildim, "Osmonda bir ta yulduzlik, nadik 5 yulduzga bu" desam, "Siz 5 yulduzlik olib o'tgansiz" deb. Qanaqa qilma buni desam, "Sizga 10 kg 10 jay, 20 kg 30 jaylar beramiz" deb. Ukam, men sizlarni tunib oldim. Menga 10 kg 10 jini qo'yib, 10 kg bo'z dopanjay, bo'lmasa kovjay. Ben bo'lmasa jomaji degan narsani bashqarsa uni olay. Bilak ish olsanda qat'iy olmayman dedim.